Firdavs, bu qanaqa daraxt? Bu chinor daraxti. Nimaga buni tanlading? Chinor daraxti ko'p umr ko'radi, ko'p yashaydi. Buni soyasini tagida, chinor daraxtining soyasini tagida odamlar dam olishadi. Men ham shu chinor daraxtiga o'xshab ko'p umr ko'rishni xohlayman. Kelajakda kim bo'lasan, Firdavs? Gematolog. A u kim? Oq qon bolalarni davolaydigan doktor. Ekamizmi? Bahrombek Shahzoda, nima uchun ekan daraxtimiz barglari katta-katta? Chunki men bu daraxtning soyasidan hamma bahramand bo'lishini istayman. Men ham hayotda boshqalarga o'xshab quvonch ulashishni istayman. Ozoda, bu daraxt katta bo'lganda kim ko'rishni xohlaysiz? Manmi, boshqalarmi farqi yo'q, lekin bu daraxt uzoq yashashiga ishonaman. Chinor daraxti eng uzoq umr ko'radigan daraxt hisoblanadi-da. Bugun bu kichik qo'llar ekayotgan chinorlar ertangi avlod soyasi bo'ladi. Yashil makon bu shunchaki loyiha emas. Bu yuraklardan chiqqan harakatdir. Har bir ekilgan daraxt hayotga qo'shilgan nafasdir. Qadrli yoshlar, aziz vatandoshlar, keling, barchamiz kelajak uchun bir nihol ekaylik. Chunki hayot bu yashil makonda davom etadi. Nima dedingiz?